Ha? Mo'ltilla turibsan? Ya yana qaytada sevib qolyapsanmi? To'rtta boladan keyin sevgiga balo bormi? Xullas dadasi, bitta narsani tan olish vaqti keldi. Onasini emsan. 10 yildan beri men shu kunni kutaman borku. Tanol xotin. Aslida isming Sherzoda? Hey, tuzukroq hazil qiling. Zato yedi-ku. Xo'sh, nima tan olmoqchisiz xotinjon? Korotchi, men aslida ochiq ko'zman. Men bilardim. Uyimizdan achigan ovqatlar o'zida-o'zi g'oyib bo'lardi. Sen to'g'ralab ovqat yesang ham tagida nushqurt qolmasdi. Ha, bir boshidan tozalab yeganman. Esizdami? Ana o'rtog'ingiz to'yda 3 qavatli tort yo'qolib qoluvdi. O'shani men o'g'irlab, sahnani orqasiga o'tib, bir o'zim tiqqanman. Men sezganman. Chunki qorning ottikiday bo'lib qoluvdi. Ha, keyin bir marta amakisiga borgandik, qo'y so'yiluvdi, esizdami? O'shanda bitta soni yo'qolib qoluvdi. O'sha sonni bitta o'zim xomligicha tiqqanman. Xotin, bu gapingdan mol desam mol xafa bo'ladi. It desam it. Yana nima yegansan? Yaqinda oyjonni tug'ilgan kunlarda xolajon bir to'g'ri somsa olib keldilar-ku. O'sha somsa g'oyib bo'ldi. Hamma qidirdi. Lekin u somsa uzoqda emasdi. O'zi ham bor ot qorin ekansan. Yeysan, O'tgan safar 500 ming pulingiz yo'qolib qolgandi. Esizdami? 3 kun tan olmay yurdim. O'sha pulni men olgandim. Borib 25 ta shashlik bilan 2 kilo piyozni tiqib kelgandim. Buni ham sezgandim. Chunki o'sha kunlar og'zingdan o'lik tiqdi kelyapti. Yangi yilda molda ichaman deb 10 litr pivo olib kelgandingiz. U ham negadir g'oyib bo'lgandi. Ey, men vangaman borku. Men buni sezgandim. Chunki sendan bo'm ishlarni hidi kelyapti. O'sha yangi yil bo'lku rasvo o'tgan. Chunki pivo yo'q edi. Alkash. Ha, endi bu ham noyob bir fazilat. Men aytdim, shu senga uylangandan keyin 1-2 bo'lmay qoldi. Men qarada, molda yeyish bu fazilat emas, nuqson. Texnik nosozlik. Endi menday bo'lish hammaga emas. Uni buni qo'ying. Oyjon yo'qligida. Yuring, xotin bir ujin chaqib kelaylik. Rostana. Bu davlinadan keyin u bir narsa yemasa mazam qochib qoladi. Borib shashlik yeymiz. O'zimga bir 3 ta jaz qo'ydirsam, senga bir 2 ta qiyma, ha? Aytgancha, sizga bir 30 tacha qo'yish kerak-ku, ha?